Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın arkadaşı yerlerdeki aziz Türk sonlu kardeşler. Kögün olacak okşaş Türkiye'de yaşayan Uygur yaşlar ot aptı boğan rayonuga ot ötürüş için ve başka gerekli boğan materyallarını lazım ettik. Ot ötürüş için gerekli boğan yoki ot ötürgüçilerge gerekli boğan meyli su, tamak, yemek, içmek, ayak, tale degandek her xil maddi manevi yardımlar qilish uchun Antalyaga yani ot aptı yüzlegen ot aptı ig'ir rayonlarga keldik. Bu birinchi grupa hazır tamak qaytib bir narsani tushirib mayak bo'lsa başka grupdagi kerak bo'lgan materiallarni tushirayotgan qarindoshlarimiz bor. Farklı joylarda Sharqiy Turkiston yoshlari Türkiye'deki yani bizning ikkinchi ona vatanimiz bo'lgan Türkiye'deki bu qarindoshlarımizga yordam berish uchun keldi. Aytib bilan tirishchanlik bilan xizmat qilyapti. Dünyanın arkadaş joylaridagi qarindoshlarimizni o'xshash şekilde mayli sosyal medyalarda bo'lsin, mayli qalbimizda duo qilish orqali bo'lsin, mayli har xil jihatlarda qo'limizdan kelishicha qarindoshligimizni mushadagi ofatga uchragan turk qarindoshlarımizga o'zimizningki nayt ko'nglimizdan yerim bo'lganligini har doim bularning qishli ekanligimizni ifodalab hareket yutayli. İnşallah Türkiye'nin biz bir yardım ko'rgan o'xshash yani başka devletlerde bo'lsin hem yerde yardım kutuvatımız şunda bo'lgandan keyin özümüz mü aldı bilen yardım berishni ham amaliy ko'z tutib qo'yish bilan o'zimizning haqiqiy bir qarindosh ekanligimizni amaliyatimizni isbotlash uchun qo'limizdan kelgan tirishchiliklarni Alloh roziligi uchun qilib ko'rsataylik. Alloh hammamizdan qilgan ibodatlarini, qilgan ishlarini, faoliyatlarini qabul qilsin. Ko'rishishga aman bo'lgaysizlar. Yana shu faoliyatimizni inshaalloh Kalkan faaliyetlerimizde video qilish orqali, resim qilish orqali, Facebook saytlarimizda, YouTube'da takip tutamiz. Türkçe ham takip etimiz, qo'limizdan kelishicha boshqa tillarda ham takip etimiz. İnşallah Allah subhanahu wa taolo shu qarindoshlarimizningki jangovarligiga texmi quvvat ato qilsin, jasoratini texmi ziyoda qilib bersin. İnşallah vatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun ham bundan necha hassa tirishchiliklarni ko'rsatish Alloh nasib qilsin. Barlık şu tirishchilik ko'rsatgan mush faaliyet başlanışdan burun hem sosyal medyalarda çokum Türkiye'ye yardım berishimiz kerakligini aytib bilan o'zining hisoblarida taqatgan, chaqirgan barliq qarindoshlarımizga qayta rahmat aytaman. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Musha kelishlar yanında yollarda şu plakat ko'k bayroqlarni ko'rgan bütün musha yerlik qarindoshlarimiz xo'sh bo'ldi. Nurg'unlagan resimlerge çekildi degandek nurg'un yaxshi bir ishlar bo'ldi. Alloh oxir qadar xayrlik qilib bersin. Türkiye xalqi bilan bo'lgan qarindoshligimizni doim qilib bersin. Biz bu yerdagi qarindoshlarimiz bilan hem diniy qarindosh, hem qon qarindosh, hem kavm qarindosh, tilimiz hem bir, madaniyatimiz hem bir. İnşallah vatanimizdan mustaqillik uchun bularni nurg'unlagan tirishchiliklarni ko'rsatishga nasib qilsin. Kirishgan bo'lgaysizlar. Alloh